Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan O'ztuniy kanali. Do'stlar, bugungi video roligimizda biz sizlarga kerakli va foydali bitta ma'lumot yetkazishga harakat qilamiz. Kanalimizning asosiy qismini haydovchilar tashkil etganligi uchun ushbu ma'lumot sizlarga qo'l kelishi va kerakli bo'lishini bilgan holatda, xudo xolasa sizlarga to'liqroq tushuntirishga harakat qilamiz. Marhamat, video roligimizni ko'rib tomosha qiling. Agar video roligimiz sizga ma'qul kelsa, bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xabarlarim bor. 2026-yilda 1-aprel sanasiga qadar Yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan tuzilgan bayonnomalarga ballar qo'shiladi, ya'ni ballar joriy etilgan edi. Endi 2026-yilda 1-aprel sanasidan boshlab O'zbekistonda kameralar yo'l harakati qoidalarini buzilishini qayd etishni boshlaydi va jarima ballari hisoblanadi. Ya'ni kamera orqali qayd etilgan qoidabuzarliklar bundan buyog'iga 2026-yil 1-aprel sanasidan boshlab ballik sistemaga ta'sir qilishni boshlaydi. Agar 12 balni yig'ib qo'yadigan bo'lsangiz, haydovchilik guvohnomasi bekor qilinadi. Buzilishlar va ballarni sizlarga o'qib tushuntiraman hozir. Tezlikni oshirish 0.5 balldan 2 ballgacha. Qizil chiroqda o'tish 1 ball. Qarama-qarshi yo'lga chiqish, ya'ni qarama-qarshi yo'lda harakatlanish yoki favqulodda vaziyat 1 balldan 2 ballgacha. Avtohalokat joyini tark etish 2 ball. Oldinga o'tish qoidalarini buzish 1 balldan 1.5 ballgacha. Tonirovka 0.5 ball, avtoturargohga, ya'ni noto'g'ri parkovka 0.2, 0.100 ball. Maxsus xizmatlarga to'sqinlik qilish 0.5 ball. Yo'lovchilarni tashishni buzish, ya'ni yo'lovchi tashish qoidalarini buzish 0.5 ball. Raqamsiz yoki taqiqlangan avtomobilni haydash 1 ball. Avtomobil nosozligi 0.5 ball. Temir yo'ldan o'tish joyidagi qoidabuzarlik 1 ball. Keraksiz signal yoki chiroqlar 0.5 ballni tashkil etadi. Mabodo ushbu ballarni yig'ib, praviz bekor bo'lib ketadigan bo'lsa, keyin nima bo'ladi? Vazirlar Mahkamasi 2018-yil 31-maydagi 408-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomga asosan haydovchilik huquqidan mahrum qilingan shaxs haydovchilik guvohnomasini qaytarib olishlari uchun haydovchilik huquqidan mahrum qilingan muddatdan qat'iy nazar ma'muriy jazo muddati nihoyasiga yetgach majburiy tibbiy ko'rikdan o'tishlari, malaka oshirishlari hamda nazariy va amaliy imtihonlarni topshirishlari shart etib belgilangan. Bu degani pravani qaytarib olish uchun yana boshqatdan imtihon topshirasiz degani. Agar transport vositasi sizning nomingizda bo'lsa-yu, lekin boshqaruvda boshqa shaxs bo'ladigan bo'lsa, ushbu holatni onlayn platforma orqali transport vositasini boshqarishni boshqa shaxsga berganingizni va o'sha shaxs boshqaruvni o'z zimmasiga olganligini qonuniy ravishda kiritib qo'yish majburiy etib hisoblanadi. Agar bu holat qilinmaydigan bo'lsa, ushbu ballar sizning nomingizda bo'lgan transport vositasi egasi bo'lganligingiz uchun sizning nomingizga rasmiylashtiriladi. Do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqa va lo'nda xabarimiz hozircha shulardan iborat. Agar ma'lumotimizdan o'zingizga foydali ma'lumot olgan bo'lsangiz, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Hali xudo xolasa bundan-da qiziq va kerakli ma'lumotlarni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling do'stlar. Rahmat sizlarga.